Gilatkilar. Aka nech pul qilib berasiz buni? 5 so'm qilib beramiz aka. Yo, 5 so'm. Seryozni aytaman. Seryozni 5 so'm qilib beramiz. 5 so'mdan sotasizmi hozir? Sotamiz. Olasiz bormi xo'p? Bor. Mana mana shu ko'rib turganinglar hammasi Turkmanning pomidorlari bo'ladi. Assalomu alaykum. 30-aprel holatiga pomidor bodringlarni narx-navosi bilan obzor qilib beraman. Bugungi obzorimizni xudo xolisa Turkmanning ro'ziviy pomidoridan boshlaymiz. Mana shu ko'rib turganimiz nech pul edi do'stim? 22 ming so'm. Bu yoqda mana bor ekan qizili. Qizilini mana 21 ming berishayotgan ekan. Endi bo'lsa Mesni bodring pomidorlik o'tadi. Gladki bodringlarni ham ko'rsataman. Do'stim, nechga beryapsiz bunisini uzunini? Bunisini 1,5 ming. 1,5 ming? Xo'p, bunisini nech pul korobkalisi? 2 ming qo'yamiz buni. Bu yoq tomonda Orzuni originali bo'ladi. Mana gullari bilan buni narxini 1 kilosini 6 ming berishayotgan ekan. Bu yoqda sal arzonroq varianti bor ekan. Bunisini 5 ming berishayotgan ekan. Bu yoqda Navoiy, Buxoroning qopli bodringlari ham bor ekan. Gladkilar. Aka nech pul qilib berasiz buni? 5 so'm qilib beramiz aka. Yo, 5 so'm. Seryozni aytaman. Seryozni 5 so'm qilib beramiz. 5 so'mdan sotasizmi hozir? Sotamiz. Olasiz bormi xo'p? Bor. Uni 5 so'mdan olasizmi? Bu yoqda Mesni Toshkentning pomidori ham bor ekan, qizili. Nech pul qilib berasiz do'stim buni? 19,5, 19 qilib beramiz. 19 ming bo'pti mana. Mana o'zimizning ro'ziviy pomidorlarni ham ko'rsataman. Do'stim, bu qatdiki bu? Buxoro. Nech pul narxi? 21 ming so'm. Bunisichi? Toshkent. Toshkentniki bu ham 21 ming. Gap yo'q. Lekin bular ozgina tushmabdi hali.